Namatakning shifobaxsh xususiyatlari. Namatak tarkibida inson salomatligi uchun zarur S, B2, R, E, K vitaminlari mavjud. Shuningdek, unda karotin, qand, yog', organik kislotalar, flavonoidlar, pektin, ma'danli tuzlar bor. Mashhur tabib Ibn Sino ta'rifiga ko'ra, namatakning barcha turi tozalovchi, suyultiruvchi xususiyatga ega. U quloqdagi qurtlarni o'ldiradi. Quloq shang'illashiga, tish og'rig'iga davo bo'ladi. Namatak guli, mevasi, urug'i, bargi, ildizi xalq tabobatida qadimdan keng qo'llanib kelingan. Uning mevasidan tayyorlangan damlama o'pka sili, terlama, o't qopi yallig'lanishi, me'da ichak, buyrak qovuq kasalliklarini davolashda ishlatiladi. Uning mevasi tanaga quvvat bag'ishlaydi, modda almashinuvini yaxshilaydi. Namatak mevasidan tayyorlangan damlama tanani baquvvat qiladi. Uning chidamliligini oshiradi, yo'talni ketkazadi, hazm yo'llari yallig'lanishini davolaydi, jigar og'rig'idan xalos etadi. Sovuq mijozli, qon bosimi past kishilarga namatak damlamasi eng shifobaxsh choy o'rnini bosadi. Qattiq sovuqda qo'l, oyoq yoki boshqa a'zolarni shamollatganlar namatak damlamasidan tez-tez ichib turishsa, tanani qizdirib, zaharli moddalarni peshobga haydaydi. Qovuq, buyrak shamollaganda ham namatak qaynatmasdan bemorga tez-tez issiq holida ichirish shifo bo'ladi. Namatak damlamasi semizlikni asta-sekin bartaraf etadi, chunki u ichni suradi, yuvib tozalaydi, kichik tahoratni tezlashtiradi. Agar kuniga 2 grammdan quritilgan namatak mevasidan maydalab iste'mol qilinsa, inson yoshligini uzaytirishga, jinsiy quvvatni saqlashga yordam beradi.